Salom. Sizga biz yoshligingizda hayvonlarni yaxshi ko'rarkansiz. Sizga birorta savolimiz bor. Birinchi savol. Siz necha yoshingizdan hayvonlarni yoqtira boshlagansiz? Yo'llarda menimcha 3-sinfligimdan boqishni boshlaganman. 3,5-sinfligimda qiziqqanman. Dadam olib bergan 3 ta quyon. 3 ta quyondan 500 tagacha ko'paytirganman. 500 tagacha ko'paytirganman. Nima dedi? 1000 tadan, adashmasam 1000 tadan ko'p boqqanman, sotganman. Hozirgi kunda sizda qancha quyon qolgan? Hozirgi kunda 3 ta, 4 ta tug'ilgan quyonim bor. Bitta erkak, 2 ta erkagim bor. 10 tacha kichkina bolachalari bor quyonni. Siz yana ko'proq quyon xohlaysizmi? Quyonda ham ko'pi zarar menimcha. Nima dedi? Ko'chaga chiqib ketsa yo eshikka polizlar deb tashlaydi. Shuning uchun normal hozir quyonim bor. Siz yana nimalarni boqasiz? Men boqaydonim kabutar boqaman. Keyin tovuq boqaman. Kabutaringiz nechta? Qiziqib ketyapmiz. Kabutarim hozirda 1 yil ham yo'q, 1 oy bo'lyapti. Kabutarim bitta jo'jasi bor. 3 ta katta kabutarim bor. Hozir tovuqlaringizchi? Xo'rozmi, jo'jami? Xo'rozim yo'q, tovuqim 7 ta bor. Bu yaxshi. Lekin sizga yana bitta savolim bor. Siz hozir sotmoqchimisiz quyonlarni? Nima dedi? Hozir mana bu 2 ta mana bu 2 ta quyon bilan keyin uni erkagimni ertaga olib chiqishim kerak bozorga. Keyin uni kichkina quyonchalardan 2 tasini Yuringchi, bizga ko'rsating. Masalan, mana quyonni sotaman ertaga. Buni sotaman. Mana erkak quyonim bor, erkak quyonimni sotaman. Mana bu quyonim eng yosh quyonim bo'lib, menga yoqadi mana shu quyon. Bu quyonlar bir kun kelib o'lib qolishmaydimi? Quyonni adashmasam 5 yilgacha umri bo'ladi. Menimcha o'lib qolmaydi. Yaxshi qarasangiz o'lmaydi. Bu juda ham yaxshi. Hammaga rahmat. Bizni kuzatayotganingiz uchun kattakon rahmat so'raymiz va bugundan keyin ham juda ham ko'p roliklar chiqarishga va'da beraman. Hammaga xayr. Ciao.